Assalomu alaykum azizlarim va nihoyat YouTube'ga qaytganim rost bo'lsin. Shunaqa ham xursandman. Nima bo'lishidan qat'iy nazar bugun o'zimga decision qildim, qaror qildim. Kamerani yoqaman va prosta bitta video bugun obunachilarga qilmasam bo'lmaydi degan ma'noda. Ozgina yo'qolib qoldim radarlardan, xavotirlanib, hol-ahvol so'rab yozgan hammaga kattakon rahmat. Qo'limdan kelgancha consistent bo'lishga YouTube'da harakat qilaman va consistencyni consistent qilish uchun sizlarga yangi dopamin detoksdan keyin o'zi logical connection, buni mantiqiy davomi bo'lishi kerak bo'lgan 10 kunlik marafonga sizlarni, bu mutlaqo bepul, bu bir nima sotmoqchi emasman. Bu marafonda shunchaki bu narsani sizlar bilan bo'lishish men uchun juda ham katta baxt. Chunki tushuntirib bersam yaxshiroq o'zim ham anglayman. Men hayotimda mana bunaqa narsa borda, o'zi reason, nima uchun sabab ozgina media radarlardan yo'qolib qolganimni eng katta sababi любой odamni chuqur shokka va kerak bo'lsa depressiyaga tushirishi mumkin bo'lgan holat hayotimda yuz berdi. Yaxshiyam yaqinlarim sog'-omon, dugonalarim, do'stlarim podдержка qilishdi. Har kuni hali ham birgalikda 2-3 soatlab qadamlar qilish kerak edi marafonda deyman-ku, o'sha qadamlarni birgalikda qilyapmiz, gaplashyapmiz. Xudoga shukr, hamma sog' salomat. Lekin hali ham miyam bo'lib o'tgan narsalarga ishongisi kelmayapti. Aytganimdek, bu oddiy har kuni bo'ladigan holat emas, shuning uchun ham bu meni shok holatiga duchor qildi. Va shok holatdan ham chiqish uchun 5 ta o'sha qadam bor-ku, birinchi deny qilasiz, birinchi tan olgingiz kelmaydi bo'lganiga ishonmaysiz. Ishonasizmi? Yo'q, men hali ham birinchi stagedaman. Nahotki shu narsa rostdan ham bo'ldi. Rostdan ham bo'lganiga hali ham miyam ishonmayapti. Hali shuncha stagedan o'tishim kerak, menga omad tilang deydi-yu. Hozir kulib sizga hammasini gapirib beryapman, chunki boshqa nima qila olaman? Boshqa nima qila oladi inson? Yig'lab xafa bo'lgandan foyda yo'q, afsuski. Bunaqada inson battar cho'kib qolar ekan. Mana shu voqealarni yaqin o'rtoqlarimga aytib berganimda, menga yordaminglar kerak, men bilan gaplashinglar. Hozir yolg'iz qolishim juda ham xavfli deganimda, Barno, sen hayoting haqida hozir biz Netflix kino ko'ryapmiz. Hayoting haqida обязательно 50 yoshlaringda bir kitob yozishing kerak. Buni odamlar bilish kerak. Aslida kadr ortida nimalar bo'lganini odamlar buni hatto kitobdan o'qish kerak deyishdi. Bilmadim, balki bir kun kelib shu kitobni ham yozarman. Yana ikkinchi aytmoqchi bo'lgan narsa, menda birorta bir xayol bo'ldimi, bir nima o'tdimi, birorta plan tug'ildimi? Mana shunaqa tezlikda bo'ladi. Juda ham tez ro'y beradi. O'yladim, o'sha o'ylagan xayolimga, planimga mos bo'lgan odamlarni tez uchrataman. Biznes loyihalar bo'lishi mumkin, travellar bo'lishi mumkin. Xullas, juda ham ehtiyot bo'laman aytayotgan gaplarimga, o'ylayotgan xayollarimga juda ham caution bilan относиться qilaman. Mana shunaqa bir narsa bo'ldi. Yana o'sha marafonda sizlarga aytdim, detoksi dopamindan fevral oyida qildim. Sizlar bilan birga o'sha 10 kunlik kontentlarni qo'yib, nimalar qilishinglarni aytib turgan mahalim, hayot shunaqa ma'ni qiladiki, aytgan narsangga endi turib ber degan ma'noda har doim siniydi-da. Ishonmaysiz, lekin sizlarga qo'shilib, men detoks programmasini tugatgan bo'lsam ham o'sha dopamindan baribir sizlar bilan birga qo'shilib qilishga majbur bo'ldim. O'sha masalan peshkom yurish bo'lsa, o'rtoqlarimni chaqiraman, kechqurun bo'sh bo'lsanglar deb, ular ham очередьdan dushanba kuni men bilan, seshanba kuni men bilan yurasan deb. Xullas, o'sha sizga aytgan 5000 qadamim o'zim ham bir kuniga menimcha kamida 10000 qadam yurib, gaplashib, qalbimni yumshatib, ulardan yordam so'raganimga, ular ham menga qarashishganiga juda ham xursandman. Xullas, nima aytsam, o'sha teachingda ham, shaxsiy hayotda ham, professional karyerada ham o'sha narsani o'zim doim yashab o'taman. Yoki yashab o'tganimdan keyin sizlarga chiqib shu narsani aytib beraman. O'zi dopamin detoksni mantiqiy davomi bor edi. Biz siz bilan 10 kunlik o'sha challenge-da dopaminimizni sog'lom bo'lgan baseline-ga tushirdik.
Endi tushirganimizdan keyin sog'lom darajada ko'tarish haqida bu mantiqiy davomi edi. Va aytganimdek, yig'lab o'tirgandan, xafa bo'lgandan hech qanaqa foyda yo'q. Bizani qiladigan, nima deydi, qilisha olishimiz mumkin bo'lgan narsa faqat so'rash, tavba qilish va yaxshilikni baribir qaysidir ma'noda kutib yashash. Bu video aslida sizlarga hello, men shu yerdaman, meni yo'qotib qo'ymadinglar, xudo xolisa yana qaytmanman deb sizlardan dopamin olish va ikkinchi katta mutlaqo bepul, chunki tushuntirib o'zim maza qilaman. Bu mavzu absolyutno hammaga yoqadi va men bu narsani mana o'sha filtr qilib qo'rqmasdan aytishim mumkin. Juda ko'plab pullik marafonlardan ham kerak bo'lsa ichida go'shtli anaqaga ega bo'lgan, ma'lumotlarga ega bo'lgan va haqiqatdan ham xudo xolisa sizlarga ijobiy tarzda ta'sir qilish kuchiga ega bo'lgan informatsiyalardan va praktikalardan tashkil topgan 10 kunlik marafon bo'ladi. U marafonga qo'shilish aytgandek mutlaqo bepul. Hozir kommentariya qismida Telegram kanalimni havolasini tashlab qo'yaman. Havola orqali o'tib, kim qatnashyapti deb qo'ygan postimga ismingizni yozib, plyus yozib qo'ysangiz bo'ldi. Marafonni boshlanish datasi, nimalar qilishingiz kerak bo'ladi, jonli darslar, streamlar, barchasi haqida announcementlar o'sha Telegram kanalda bo'ladi. Nima haqida bo'ladi? Nima haqida? Biz 10 kun davomida siz bilan izlanish olib boramiz. Siz va men biz go'yoki tadqiqotchilar bo'lamiz. Bu marafon oddiy marafonlardan farqli ravishda ichida to'la ilmiy tadqiqotlar, izlanish, o'rganish, research qilingan, tasdiq topilgan. Agar research qilinmagan, bu shaxsiy opitga based on bo'lgan experience bo'lsa, men har doim disclaimer berib aytaman. Bolalar, bu o'zimda bo'lgan voqea, prosta aytib berishga qaror qildim deb. Ich to'la shaxsiy hikoyalar bo'ladi, ko'rganlarim, tanishlarimdan eshitganlarim va juda ham ko'p ilmiy faktlar bilan aytayotgan gaplarimni backup qilaman. Va marafonimizni mavzusi baxt haqida bo'ladi. Baxt. Qanaqa qilib baxtliroq bo'lish mumkin? Ilm fanda baxt nima? Nima uchun ba'zilar tabiatan bandek tirjaymaganlar hayotida tirash bo'lsa ham men o'ylayman nisbatan osonroq chiqadi. Nima uchun ba'zilar birorta bir hayotida muammo bo'lsa, yiqilish bo'lsa, o'sha periodda juda ham ko'p vaqt davomida застревать qiladi, qotib qoladi va chiqishi juda ham qiyin bo'ladi. Bularni barchasiga ilmiy jihatdan qarashga harakat qilamiz va eng muhimi har kuni qilishingiz kerak bo'lgan protokol bilan Telegram kanalda bo'lishib boraman. U protokol qanaqa ishlaydi? Sog'lom tarzda dopaminni oshirish uchun, ya'ni baxtliroq o'zimizni his qilishimiz uchun nimalarga amal qilishimiz kerak. Va yana kichkina disclaimer, bu yoqda men hech qanaqa doktor sifatida sizga retseptlar bermayman, supplementlar aytmayman. Bu shunchaki overall qilsangiz xuddi sportga borish, peshkom yurish, yaqinlar bilan gaplashish, shunga o'xshagan oddiy, kundalik, lekin sizni happiness va well-being levelingizni ancha accelerate qilib, elevate qilish kuchiga ega bo'lgan praktikalar bo'ladi. Va menimcha keyingi disclaimer, bu narsa haqida alohida men sizga podcastga noteslar tayyorlaganman. Dopamin haqida, ya'ni biz ошибочно xatolik bilan o'ylaymiz, что baxt deganda doim biz dopamin neyromediatori bilan bu narsani bog'lashga. Lekin aslida inson baxtli his qilish uchun u yerda serotonin, oksitotsin, dopamin va yana bir necha neyromodulyatorlar va neyrotransmitterlar qatnashgan bo'ladi. Va shular ham bizni protokolimizda va shu hamma ma'lumotlar 10 kunlik xudo xolisa bo'ladigan chiroyli challengeimizda kiritilgan. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Marafon yaqin orada boshlanadi. Ungacha Telegram kanaliga qo'shilib oling. O'tgan safardagi o'tib ketgandan keyin 2-3 kun o'tgandan keyin endi ko'rib qopman degan afsuslanish bo'lmasligi uchun.